Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Navbatdagi darsimiz laktozani parchalovchi bakteriyalardan Klebsiella, Serratia va Enterobakter haqida gaplashib chiqamiz. Bularning umumiy xususiyatlaridan biri hammasi nazokamial infeksiyaga sabab bo'ladi, ya'ni kasalxona ichi infeksiyasiga. Sketchimizda ko'rishimiz mumkin, kasalxona ichida sodir bo'lyapti ushbu jarayonlar. Bundan tashqari 3 ta bakteriyamiz ham gram negativ. Shuning uchun ushbu palataning orqa qismi pushti rangda tasvirlangan. Bu bakteriyalarimizning gram negativ ekanligini anglatadi. Asosiy keltirib chiqaradigan infeksiyasi bu siydik yo'llari infeksiyasi va pnevmoniya hisoblanadi. Shuning uchun mana bu bemorga e'tibor bersak, u kislorod niqobini taqib olgan. Bu qo'zg'atuvchilar pnevmoniya keltirib chiqarishni anglatadi. Bundan tashqari mana bu yerda siydik qo'pi tasvirlangan. Bu siydik qo'pi maxsus o'sha siydikni tashqariga chiqarib to'playdigan steril qo'pcha. Bu shu 3 ta qo'zg'atuvchini siydik yo'llari infeksiyasini keltirib chiqarishni anglatadi. Nazokamial infeksiya ekan. Endi mana bu chap qismiga qarasak, dorilar to'kilib yotibdi. Mana shu dorilar to'kilib yotishi bakteriyalarimizni kasalxonachi infeksiyalarning ko'pgina dorilarga rezistent ekanligini anglatadi. Ya'ni kasalxonalarda antibiotiklardan keng foydalanish natijasida bakteriyalarda antibiotiklarga nisbatan rezistentlik shakllanadi. Natijada bu infeksiyalarni davolash juda ham qiyinchilik tug'diradi. Turli xil antibiotiklarni kombinatsiya usulida qo'llab va rezerv antibiotiklardan foydalanibgina biz bularni davolashimiz mumkin. Agar shu kasalxonada maxsus gigiyena va profilaktika qoidalariga rioya qilinmasa, shu qo'zg'atuvchilar bemorlar orasida tez tarqaladi kontakt usulida va juda ham keng tarqalsa kasalxona ichi infeksiyasiga sabab bo'lishi mumkin. Demak, mana shu nazokamial infeksiyani oldini olishda biz ahamiyat berishimiz kerak. Qo'llarni to'g'ri qoidalarga amal qilgan holatda tozalab yurish va mana shu perchaltikalardan foydalanish. Agar imkon bo'lsa, keyin bemorni umumiy palatada emas, alohida palatalarda saqlash kerak. Davolash davomida sababi yuqorida aytganimizdek, kontakt usulida bakteriya tez tarqalib, qo'zg'atuvchilar bir bemordan boshqasiga tez yuqishi mumkin. Navbatdagi belgimiz mana bu pushti kartonda tasvirlangan sut hisoblanadi. Bu nimani ifodalaydi? Ushbu bakteriyalarimiz hammasi laktozani parchalaydi va makonki agarni pushti rangga bo'yaydi. Xuddi Escherichia coli bakteriyasi kabi. Endi keyingi belgi esa mana bu rasmning o'ng tarafida turgan uchib ketayotgan mana bu kichik dinozavr. Bu dinozavr birinchi bakteriyamiz Enterobakterni ifodalaydi. Ushbu bakteriyamiz juda ham harakatchan, shuning uchun ham bu tezlik bilan uchib ketmoqda. Mana bu pastdagi qizil dinozavrga e'tibor bersak, bu ham harakatlanmoqda. Bu ikkinchi bakteriyamiz Serratiani ifodalaydi. U ham harakatchan ekan. Demak, mana shu Serratia ko'pincha mana shu vannalar uzoq vaqt davomida agar tozalanmaydigan bo'lsa, shu vannalar devorida qizil ranglar paydo bo'ladi. Shu qizil rang paydo bo'lishi mana shu ko'paygan Serratia hisobiga kelib chiqar ekan. Demak, bu Serratia vannalarda ko'payib devorga qizil rang berishi mumkin ekan. Endi 3-bakteriyamiz rasmimizning chap qismida ifodalangan mana bu dinozavr orqali bu Klebsiella bakteriyasini anglatadi. Demak, uning xususiyatlariga to'xtaladigan bo'lsak, bu bakteriyamiz ham gram negativ rod hisoblanadi va intestinal mikrobiota tarkibiga kiradi. Asosan alkogoliklarda, ya'ni juda ham ko'p alkogol iste'mol qiluvchilarda va immun sistemasi sust, misol uchun diabetiklarda lobar pnevmoniyaga sabab bo'ladi. Endi shu lobar pnevmoniyani kelib chiqish mexanizmi qanday desak, mana shu alkogoliklarda tanasida reflekslar ancha sustlashgan bo'ladi. Shu jumladan yutish refleksi ham sustlashgan, yaxshi o'z funksiyasini bajarmaydi. Shuning uchun ham bemor ovqatlanayotgan paytda, misol uchun qayd qiladigan bo'lsa, shu massalar yutish akt vaqtida, paytida reflekslar sustligi yaxshi ishlamagani uchun bir qismi nafas yo'llariga ketib qoladi va pnevmoniyaga sabab bo'ladi. Shuning uchun ham bu aspiratsion pnevmoniya deb ataladi.
Demak, mana shu infeksiya qo'zg'atuvchisi ichki organlarda, o'pkada va jigarda demak absesslar ham hosil qilishi mumkin. Bundan tashqari Klebsiella juda ko'p polisaxarid kapsulaga ega hisoblanadi. Demak, shu kapsulali bakteriyani o'stirganimizda juda ham ko'p mukoid koloniyalarni hosil qilganligini ko'rishimiz mumkin. Demak, mana bu dinozavrga e'tibor bersak, ancha ustki qismi qalin joylashgan. Mana bu terisi juda ham qalin. Bundan bilsak bo'ladi, bakteriyamiz juda ham ko'plab mo'l bo'lgan mukoid koloniyalar hosil qilib o'sadigan kapsulali bakteriya ekan. Bundan tashqari, demak, mana bu 3ta A belgisiga e'tibor beramiz. Klebsielladagi demak, bu nimalarni anglatadi? Birinchisi alkogoliklarda ko'p uchrashligini anglatadi. Ikkinchi A belgisi bu aspiratsion pnevmoniyani anglatadi. Uchinchisi esa absesslarni hosil qilishligini ifodalaydi. Endi mana bu yerga qarasak, qizil yoki pushti rangga o'xshash, demak, suyuqlik to'kilgan qiyom. Bu mana shu Klebsiella tomonidan kelib chiqqan lobar pnevmoniyaning o'ziga xos balg'amini ifodalaydi. Ya'ni mana shu kelib chiqadigan pnevmoniyaning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, balg'am ajratishda bemorda qizil rangdagi yopishqoq balg'am ajraladi. Ya'ni tashqi ko'rinishi jihatidan qizil rangdagi qiyomni eslatib yuboradi. Shuning uchun ham demak, mana bu yerga qarasak, qizil qiyom to'kilib yotgan. Bu demak bakteriyamizning mana shunday pnevmoniyasida ajraladigan balg'amni ifodalaydi. Bundan tashqari, ushbu demak, dinozavrga e'tibor bersak, u harakat qila olmayapti. Ya'ni xuddi uxlab yotganga o'xshaydi. Demak, bu bakteriyaning harakatsiz bakteriya ekanligini ifodalaydi. Endi keyingi belgimiz mana bu rasmda ko'rsatilgan X-ray hisoblanadi. Unga e'tibor bersak, kavitatsiyalar va lesionlarni ko'rishimiz mumkin. Bu demak pnevmoniya, mana shu absesslar tuberkulyozga juda ham o'xshash ekanligini ifodalaydi. Demak, biz buni doimo diagnoz qilishimiz kerak mana shu tuberkulyozdan. Endi bizda uriaza pozitiv hisoblanadi. Uriaza fermenti. Shuning uchun rasmning pastki qismiga qarasak, NH3 belgisi turibdi. Bu bakteriyamizda uriaza pozitiv ekanligini anglatadi. Endi bakteriyalarni davolashda biz asosan kuchli antibiotiklardan foydalanamiz. Ulardan birinchisi, misol uchun, ceftriaksionlar yoki karbapenemlar, cefotoksin kabi bakteriyalar uchun antibiotiklardan foydalanishimiz mumkin.